Zominda eng tinch joy, eng toza havosida sizga 100 ming so'mlik mehmonxona topib qo'ydim. 100 ming so'mlik mehmonxonani tagida 12 kishilik dachasi ham bor. Faqat obunachilarimiz uchun mehmonxona narxi atiga bir kishiga 100 ming so'm. Dachani birinchi qavati, bu yoqda holi, televizorlari, qarang, bu yoqda saunasi turistik bo'ladi. Baseyni. Ikkinchi qavatida qarang, 3 ta yotoqxonasi bor. Bu yoqda sanuzellari. Bu yotoqxonasini o'zini alohida sanuzeli ham bor. Bu xonasida igrovlari ham bor ekan, qarang. Bu yoqda qishki oshxonasi, sharoiti yomon emas. Dachani soy bo'yida qarang, suvurlari ham bor. Zo'ra qarang. Tennis, bilyard bor. 3-qavati 100 ming so'mlik mehmonxona, narxi aniq. Birinchi, ikkinchi qavati dacha 12 kishilik. Narxi nech pul dachani obunachilarga? Zominda kanali obunachilariga skidka narxda qilib beramiz. Dachani hozir narxini aytmaganim sababi sezonga qarab, kunga qarab narxi o'zgarib turadi. Lekin siz Zominda kanalidan ko'rib kelyapman desiz, mana shu dachani sizga skidka qilib beradi. Aniq-a? Ana, qo'l tashadi. Umrzoq akani pastga telefon nomerlarini yozib qo'yganman.